Sevgi qadri. Birinchi qism. Bu shirkatga ishga tushgili amdili bir yil bo'ldi. Shirkat boshlig'ining qo'llashi, xizmatdoshlarimning yordam ostida nihoyat tezla bo'lim boshlig'i bo'lib, shirkatdagi kuni yangi xodimlar oldida ko'zga ko'rinib qoldi. Uning ustiga omadkaz qo'sh kapto degandek, oliy maktabni bitirib, doktorxonada ishlaydigan chiroyli qiz Rana bilan tanishib, kishilik hayotdagi unutilg'usiz minutlarni boshdan kechirdi. Bir kuni shirkatdagilarning hammamiz kashlik o'ltirishga bordik. Shu kuni Rananing tug'ilgan kuni o'ltirishi bo'lib, u biz borgan restoranning ayrimxonasida do'stlar bilan o'ltirgan ekan. Men xizmatdoshlarimning zo'rlashi bilan bir necha rubka aroqni ko'p ichib qo'yib, intayin beorom bo'lib ketdim. Tozliq uyiga chiqib, yondirib yetishni o'ylab, o'rnimdan turib, tozliq uyiga qarab maqdim. Dal shu chaqda Rana shu tarafga qarab kelib o'tibdi ekan. Men ehtiyotsizlikdan uningga soqolib ketdim. U darhol mendan: "Voy, kechiring. Sat bo'ldi ya. Kechiring." deb orqa-orqadan apo so'rab ketdi. "Meni kechirsanmi? Men xato qildim" deb uningdan kechirib so'radim. Dal shu chaqda qo'l ostimda ishlaydigan Anvar ismli bola bu ishning ustiga paydo bo'ldi. U Rana qarab qo'yib: "Bu bizning bo'lim boshlig'imiz bo'ladi. Ko'p ichib qo'yibdi. Aybga buyurmang. Boshlig'imizning o'rnida men sizdan kechirim so'ray. Bo'lamdi?" dedi. Rana past ovozda: "O hech qisi yo'q. Odamni tul xijil qilmanglar. Hech qisi yo'q." deb ishtik minib kirib ketdi. U kirib ketgandan keyin Anvar meni tozliq uyga kelib kirdi. Men zo'rlab bir oz yondirgandan keyin sal yeniklab qoldim. O'rin oyoqlashgandan keyin ular meni yotqimga kelib qo'yib ketib qoldi. Atis uyg'onsam, beshim etilib ketadigandak shunda qattiq og'rib ketibdi. Amonsiz o'rnimdan turib, noshtam qilg'im kelmay ishga keldim. Oqshom qaroqning kayfi texi tarqab ketmagan edi. Bir chaqdan keyin eshikchi kelib orqadan Anvar kirib keldi. U mening solishib qolgan holatimga qarab qo'yib: "Oqshom ko'p ichib qo'ydingiz. Shunga sizga ochiq qilib qo'ymana kirgandami? Qiziqib ichvasingiz, yaxshi bo'lib ketasiz" dedi. Uning zo'rlashi bilan men tasdi yerimchini qo'ymanishdi. Kuz oylarining bir kuni shirkatimizdagi bir qizning to'yi bo'ldi. Hammamiz uning kashlik o'ltirishiga bordik. Esil, ozodi besalgan marika zali odamlar bilan liq to'lgan edi. Bir zalning maxsus tayyorlab qo'ygan ustiliga kelib o'ltirdik. Usti har xil qo'rmisaylar bilan liq to'lgan bo'lib, to'y riyosatchisining so'rin boshlanganligini jakarlash bilan hammamiz siyab ichishga boshladik. Orqadan qiz bilan yigitning qo'ldoshlari bir maydon usulga tushdi. O'zimni to'ymasdan ularga zo'qlanib qarab qoptiman. Dal shu asnoda Anvar menga: "Boshlayq. Avu qizga ko'zingiz tushgan o'xshamamdi. Oldingi qitim masbub so'qishib ketgan qiz shu" deb menga tushuntirishdi. Uning tushuntirishlarini anglagach, tafsiliy ko'z tishga boshladim. U haqiqatan chiroyli bo'lib, odamning aqlini lol qiluvchiligi bor qiz edi. So'rin qizib toza avjiga chiqishga boshladi. Men osta o'rnimdan turib, uning qishiga qarab maqdim. Ular o'ltirgan shiraga kelib, qizni tansiq tatdim. Qiz menga lappida qarab qo'yib, beshini tuva soldi. Balkim qaysi kundagi ish uchun shundoq bo'ldimi yoki totinib qoldimi bilgili bo'lmaydi. To'yi bo'lgan qiz darhol uni qo'pishga dalolat qildi. U o'rnidan turib men taraf ketdi. Ikimiz mungluq ham larzan naqshi muzika sadosi ichida tans o'ynadik. Dastlab u boshqa bir nuqtaga qarab, menga bir ig'izmi gap qilmadi. Men oradagi jimjitlikni buzib, gap so'rab yurib, oqibat o'zimga qaratdim. Aslida u to'lim xushchaqchaq, muloyim qizgan. Biz bir necha qitim usul o'ynab, tans o'ynab chiqishib qoldik. Hatto bir-birimizning aloqalash nomerlarimizni qoldirdik. Atsi ishqa kelibla u aytib bergan nomerga telefon qildi.
telefon uzoq sayrag'andan keyin elindi. Biz birdan paranglashgandan keyin hafta oxiri dam og'inda ko'rishadigan bo'lib telefonni qo'ydi. Hafta oxiri bo'ladiganға texin necha kun bor edi. Men o'sha kundagi ishlarni o'ylab, mayli ishxonada, mayli uyda bo'lay, faqat diqqatimni yig'olmay yotardim. Qarg'anda uni yaxshi ko'rib qolgandek turardim. Uni tezroq ko'rishga aldirayotgancha kun bak osti o'tgandek bilinmoqda edi. Shundoq biz deyishgan hafta oxirimi oxiri yetib keldi. Men uning yiqimliq ovozini anglash uchun telefon qildim. U telefonni elib darhol javob qaytardi. Qaysi kuni telefonda deyishgan gapni esiga solib qo'ydi. Ishlar shu deyishgandek bo'ladigan bo'ldi. Oydin kecha to'lin oyning nuri derazamdan tushib, yotoq uyimni yo'riq qilib etdi. Biroq men shu atki ishlarni o'ylab, xiyollarimni yugansiz otdek mayliga qo'yib berdim. Ko'z oldimda qaysi kunidagi ishlar bir-birlab paydo bo'ldi. Bo'libmi uning kulib turgan holati. Qizlarga xos, nozik, yiqimliq gap so'zlari. Odamni hayajonga soladigan masxush qarashlari. Men tongning tezroq etishini taqozolik bilan kutdim. Tong saharda quyosh nuri derazamdan tushganda, erinchaklik bilan o'rnimdan turib, oddiy nashta qildim. Ondan nihoyat ratlik kiyinib, deyishgan joy qarab yo'l oldim. Uning bilan tezroq ko'rishishni o'ylaydim. Yo'lda ketayotgach ranaq telefon qilsam, u uzoq qolmayli mangadiganligini aytdi. Uning bilan uchrashganda gapni nadan boshlashni, nimalarni deyishni o'ylab mengib, bog'chining xilvat yeriga kelib qopdiman. Uni shu yerda taqozolik bilan kutdim. Vaqt shundoq osti o'tgandek bilinmoqda edi. Kutishlar bog'ancha uzab ketdi. Ammo uning qarshi ko'rinmaydi. Men ichimda, baldur gap qolsam, toza e'tiborim bo'lmaydi deb o'ylab qoldim nima? Deb o'ylab turishimga, u yadin ungandakla oldimda paydo bo'ldi. Ha, kechirim, sat bo'ldi ha. Sizni uzoq saqiltib qo'ydim. Deb mendan kechirim so'radi. Men uning so'ziga qarata, hech qisi yo'q. Ko'rishganning o'zi bir g'alba. Menmi hozir kelib turgan. Deb uni umaysiz holatdan qutuldirdim. Biz yonma-yon mengib bog'chini aylandik. Ketib etib uningdan, ana, sizdan bir gapni so'rab baqay. Sizning to'yga bitishgan yigitingiz bormi? Dedim. U bu gapni anglabla yuzlari onarda qip-qizil bo'lib ketdi. Ham bir ig'izmi gap so'z qilmadi. Men sukut ichida turaverdim. Bir ozdan keyin u yo'q deb javob berdi. Bu gapni anglab ichimda intayin xush bo'ldi. U mendan so'rab ulgurdi. Men kaskin ovozda, mening muhabbatim yo'q. Shu siz bilan aralashib boqaydayman deb duduqlab javob berdim. U yanada undamay yiroqlarga ko'z tikib, mendan ko'zlarini ep qochdi. Shu chaqda bir xizmatdashimning buni gap esimga kelib qoldi. Qiz yigitlar uchrashgan chaqda o'g'illar aktiv, ham sal jur'atli, qiyin bo'lgan yaxshi. Shundoq bo'lsa, qizlarning ko'nglini utquli bo'ladi. degan so'zi yodimga keldi. Men shu gapni esimga kelish bilanla asta uning yaqinlashdim. Gap qilib etib, uning yumron, sutdak oppoq qo'lini tutib olib qo'yib berdim. Shu daqiqalarda illiq bir sezim tomirlarimga tarqab ketdi. Ikkimiz shundoq qizg'in paranlardan keyin daryo bo'yini sayli qilg'ach, yer shari musiqalik choyxonasiga kirdik. Bu yerning ozod muhiti, nafs bezilishi o'zgacha edi. Biz bir necha xil issiq so'qoq say buyurdik. U tomoqni shunchalik osti yediki, uningga qarab ichim siqilib qoldi. Oxiri tomoqni yeb bo'lib qaytib chiqdik. U "Endi uyga ketaylik" deb chang turvag'ichqa amalsiz uy tarafga qarab oldik. Avval uni uyga olib qo'yib, ondan o'zim qaytib ketdim. Shu bahonada uning uyini ko'rib olgan bo'ldim. Yotoqqa qaytibmi, xeyli uzoqcha uning simosi
faqat xiyolimdan neri bo'lmadi. Shu bog'chidagi manzaralar yanada ko'z oldimda. Sanoqsiz yulduzlar jimirlab turgan bu kecha menga bak uzoq bo'linib ketdi. Qanday chaqda uxlab qolganimni bilmayman. Shu karvatim beshidagi soatning sayrishi bilan uyqudan aldirab, tinab o'rnimdan turdim. Qarasam, ishqa boradigan chaq bo'pti. Yana shu aldirashchilik ichida ishqa keldi. Degan tarafda ishlarni bir qur o'rinlashtirib o'tgandan keyin ondan anaga telefon qildim. Mo shundoq qizg'in bo'ldi. Paranglar hech tugaydagandek emas edi. Har ikkimiz xizmat vaqti bo'lg'achqa ko'p paranglashib ketamiz. Men uningga tushda sizni doktorxonaga oldi saqlayman deb telefonni qo'ydim. Men tezroq tush bo'lishini taqozolik bilan kutdim. Uni ko'rishga, uning bilan shirin paranglarni qilishga oldirgan edim. Yomon tasti tush bo'ldi. Men avval berib uni saqlab turdim. Ko'p o'tmay u pastga tushdi. Ikkimiz mashina to'xtatish maydoniga qarab mandiq. Mashinani haydab cho'ng yo'lga chiqqandan keyin, "Ha, Rana, dana, qayaga berib tomoq yeb kelamiz?" dedim. U menga shundoq tatliq kulib qo'yib, "Ha, odamlar sal ozroq, ozoda bir joyga boraylik" dedi. "Voy, chatoq yo'q." Dapla mashinani u degan joyga qarab haydab ketdim. Ko'p o'tmay u yerga yetib keldik. Biz o'tirib turishimizga bir qiz mulozimatchi tomoq tizimlikni keldi. "Amsa tatinmidim, ha?" Dapla o'zi yoqtirgan tomoqlarni buyurdi. Biz qiziq paranglar bilan kulik chaqchaq qilishqash tomoq yedik. Tomoqni yeb bo'lgandan keyin men rasmiy yo'sinda onunga, "Rana, biz to'y qilaylik. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim" dedim. U so'zimni anglab villati qazadi. Ondan keyin, "Bu ishni men uydagilarga deb boqay. Ular qo'shilsalar" qo'yib gapning oxirini demadi. Men ko'nglimda "O qo'shilibdi-da" deb qo'sh bo'ldim. Xushalliqimdan o'zimni qo'ydigan joy topolmay qolgan edim. "Undaq bo'lsa, tezroq cho'nglag'idan. Vaqtni keyinga surmaylik" deb kulib qo'ydim uningga qarab. "Ha, ma'qul. Kechtiday. Atda sizga qanoatlanarlik javob beray." Biz shundoq deyishib sirtib qarab maqdik. Uni ishga kelib qo'yib shirkatga qarab maqdik. Ham kechdi tomoq qog'ilgilay deb qo'ydim. Mashinada mang'ach uning boyam so'zlarini o'ylab o'zim kulib ketardim. Ishlar mening kutgan yerimdan chiqqan edi. Atsi ishga kelibla uningga telefon qildi. U qarab turganda tezla telefonni oldi. Biroq u ahvol so'rgandan keyin men uningdan, "Tunugin deyishgan ishlar qanday bo'ldi?" deb so'radim. "Ha, akşam dadam opamlarga dedim. Ular siz yoqtirgan bo'lsangiz, bizning boshqa fikrimiz yo'q deydi" dedi tatli ovozi bilan. "Ajab yaxshi bo'pti. Amasa men bugun kechda dadam opamlarga ular uyimizga elchilikka kirsin. To'yimizni tezroq qilaylik. Bo'lamdi?" "Aram turibdi ekansiz a? Men bo'lmagan bo'lsam qanday qila bo'g'aydingiz?" Qoqoqlab kulib ketdi u. "Shu, o'tingiz yomon ekan jinim. Siz bo'lmasangiz o'lib qola bo'g'aydim" deb men kulib qo'ydim. Shunday qilib, kechlik tomoq vaqtida uydagilarga hamma ishni dedim. Ular anglab bayram qildi. Ham xush bo'ldi. Ularmi "O qizni sen yoqtirgan bo'lsang, bizda gap yo'q" dedi. Ham atila Rananing uyiga borgan bo'ldi. Men yotoq uyda totliq, shirin xiyollarni surib yotdim. "Ay, Rana, oxiri siz bilan to'y qilib murodimga yetadigan bo'ldim. Siz mening mangulik hamrohim bo'lasiz. Bir umr bir-birimizdan ayrilmay yashaymiz" deydi. Atsi deyishgan gap bo'yicha dadam opam ularning uyiga bordi.
cho'nglar o'zaro gap elishib to'yimizga qo'shilibdi. Bu gapni anglab har ikkimiz shuncha xush bo'lib ketdik. Ham to'y vaqtini bekitib qo'ydik. Kunlar shundoq ost o'tmoqda edi. Har ikkimiz shu to'y tayyorligi bilan oldirash bo'lib ketdik. Tayyorliklarni bitib, to'y kuni yaqinlab keldi. Biz bir-birimizni ko'rmasak, bir-birimiz bilan paranglashmasak chidamaydigan bo'lib qoldik. Gohi kunlari tushimda Ra'no bilan birga yurib, tonglarni qo'zatdim. Mana, oxiri tashnolik bilan kutgan to'y kunimiz yetib keldi. Tonish bilish, do'st yaranlarni qutlug' to'yimizga chaqirdik. To'y murosimi olqish sadolar ichida boshlandi. Urug' tuqqan do'st birodarlar bizga baxt tiladi. To'yga kelgan qiz yigitlar ijilib, yeyilib, o'ynab, so'rinni chang keltiribdi. So'rin oyoqlashganda dadam opamlar bizni oldin tayyorlik qilib qo'ygan binodagi uyga ko'chirib qo'yib, qaytib ketishdi. To'yda hammamiz shundoq yeyib charchab ketgan edik. Ra'no yotoq uyga kiribla o'zini karvatga tashlab yetib ketdi. Tozliq uyga kirib chiqsam, u tatlaq uyquga ketibdi. Men uning qishida birdan qarab turgandan keyin uning bo'sh yumilgan glasdagi qizil nepizlarga yenik so'ydi. U yanada yenik pushildab uxlab ketdi. Men yenishlab so'ygandan keyin u asta ko'zini ichib, o eski deb menga tatlıq erkelashga boshladi. Men ashtaq eski shu, deb qichiqlab qo'ydim. Orqadanla uni jim quchoqlab bag'rimga bosdi. Ikkimiz birdan bir jon bo'lib, o'tliq nafaslar qo'shilib ketdi. Hayotning eng shirin minutlarini tam atmos visol kechasini o'tkazdik. Kun nuri nayz bo'yi o'rlab, yotoq uyga tushganida ko'zimni o'g'lab, uyqumni aram tashlashdim. Uningga qarsam, shundoq bir go'zal holatda tatliq uxlab yotibdi. Uning bu xil holati uyqudagi sohib jamolni eslatdi. Men uningga uzoq qarab turgandan keyin yana o'tliq hissiyotlarim bilan jinnatni quchoqlab qo'ydim. O shu an ko'zni ichib, menga qarab kulib qo'ydi. "Hey Horon, amdi qo'pon. Kunchish bo'lay dedi." Dedim men uni erkaltib. Birdan uxlaychi. Faqat o'rnimdan tug'im yo'q jinim. Dab, teg'imi noz qilishga boshladi. Men o'rnimdan turib, pastga tushib, noshtalikqa kirishga